Hozir teplowni asosida nastroyga qildik. Hozir o'zini o'zi eritishga boshlaydi. Chunki kimdirlar hali kaskad ulaganimizda hamma o'ylaydi bu birdaniga ikkilasi o'chib nima qiladi deydi. Yo'q, bu yerda unaqa emas. Nastroy qilingan hozir mana. Bu bittasi, bu ikkinchisi. Biz mana birinchisi erishni boshlaydi chunki u ishda ikkinchisi qoldi. Eritishni boshladi. Bahar chiqish boshlandi. Bu hozir suvini olib qo'ysa edi, bu disvada bo'lardi bu. Suvini olib qo'yishda bir nimasini topishimiz kerak. Qanaqadir yompisiga. To'g'rimadilar ekan ular. Undagi ham shu yerdalar. Parchib ketdi böyle. Bu o'zini nima qildi? Lekin disvada qilib ishlasa bo'ladi. Toza suvda yo'q. Tuzlari, ishtimalari yo'q. Sistemada ham yaxshi ishlash boshlaydi. Kaskad ulanganni foydali tarafi ham shu. Unisi ishlab turadi. Bunisi esa o'zini o'zi davlab turaveradi. Shunda sovuq havo ham, sovuq suv ham bormaydi ichkariga. Mana bo'lib soatchida ishlab turadi.